ishdan bo'shayman desam, onam aytadilarki, "Yo'q, bo'shama o'g'lim, yuraver o'sha yerda. Mayli bir kunlar yaxshi bo'lib ketar, senga pul kerak emas. Xalq boqib oladi. Puling yetmasa men pensiyamni beraman" dedilar. Bir mahal haligi ofitsiant keldida, "Sizni ikkinchi etajda bitta amaki so'rayaptilar, chiqarkansiz" dedi. "Yo, televizorda ko'rmayapsiz-ku?" Men aytdim, "Ha, televizorda yo'qman, chunki ish berishmayapti." "Ishlayapsizmi?" dedilar. Men aytdim, "Men o'zi o'sha yerda ishlayman. Ish joyim o'sha, hujjatim o'sha yerda turadi, lekin bizga ish yo'q, o'zlari bir narsalar qilib yurishibdi" desam, shuna telefonni oldilarda kelinchaliklariga kelgan odam Zeramaxga ishga kirib ketib qoldim. O'sha joyda bitta telefon bilan. Mana shunaqangi ishni qilish uchun, shunaqangi bir xayrli ishlarni tepasida yurish uchun qanaqa odam bo'lish kerak? Qayerda tarbiya olgan bo'lish kerak? Bugungi kundagi o'sha 50 ustida turgan, aytaylik, rahbarizmi, direktorizmi, raisizmi, hokimizmi, boshqami, hamma shunaqa qilsa, o'zi 1-2 yilning ichida qashshoqlik ham, kambag'allik ham, muhtojlik ham hech narsa qolmaydi. 40 yillik adovat unutilar sekin. Unutilar hatto yurakdagi darz. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ularning oldidagi qarz deydi. Mana shularning yaxshiligini ham albatta bilish kerak ekan, tan olish kerak, e'tirof etish kerak, qaytarish kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar, aziz teletomoshabinlar, kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz. Xalqimizda bir yaxshi naql bor, bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan bilish deydi. Biz sizlar bilan mana tanish, bilish, qadrdon bo'lib ketdik, chunki qayta ko'rsatuvlarimizni bizni shu platformaga kirib tomosha qilyapsizlar. Katta rahmat, e'tiboringlar uchun tashakkur. Uylarga faqat yaxshiliklar, xonadoninglarga faqat yaxshiliklar tilaymiz. Suhbatimizni boshlashdan avval yana o'sha har doimgi gapimiz, iltimosimiz, o'sha agar mabodo ko'rsatuvimiz mobaynida mavzuyimiz, suhbatimiz, gaplarimiz yoqsa, bitta o'sha like bosib qo'yasizlar tugmachasini va obuna bo'lib, yaxshilarga tarqatib qo'ysanglar bo'ldi. Boshqa sizlardan hech qanday bir nima deydi, iddaoyimiz yo'q azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana mana sizlar bilan o'tgan ketgan gaplar ko'rsatuvida diydorlashib turibmiz. Bilasizmi, haligi xalqimizni orasida shu birovni mardligini tan olishni o'zi ham mardlik degan gap borda. Endi zo'rni, albatta zo'r ekanligini, kuchli ekanligini tan olishimiz kerak. Ba'zan mendan qat ortiq ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan, har xil gap bo'ladi endi oramizda. Insonlikka boramiz, o'zbekchilikka boramiz. Sandan qatim kam degan bir yaxshi ota bobolarimizdan kelayotganligi nimalarimiz bor, popultiri ilakishib yuradi. Yaxshi odamlarni, yaxshi muvaffaqiyatda ketayotgan odamlarni ham chalg'itadigan narsalar o'zi o'shalar. Lekin bir qarz degan narsa ham bor. Odamlarning oldida, insonning oldida qarz, bu faqat pul qarz emas. Men burch qarzdorligi haqida gapirmoqchiman bugun. Siz birovga pul bergan bo'lsangiz, siz birovdan pul olgan bo'lsangiz, ma'lum endi uni miqdori ma'lum, muddati ma'lum. 1000 so'm olgan bo'lsangiz 1000 so'm qilib berasiz. 1000 so'm bergan bo'lsangiz 1000 so'm qilib qaytarib berishini poylaysiz kimdandir. Lekin shunday burchlar bo'ladiki, men o'zi ko'p marotaba shu to'g'risida yer-berlarda chiqishlarda gapirardim. Bugun maxsus shunga to'xtalyapmiz. Burch sizga biron bir yaxshiligi o'tgan odamni yaxshiligini bilishingizda. Unga qanchalik qaytara olasiz, qanchalik qaytarmoqchisiz o'zi, uni balki u odam kutmayotgan hamdir, chunki moddiy bir narsa qilmaganda sizga. Burch bilan sizga bir yaxshilik qilib ketavergan. Hali onamning gaplari bo'ladi, o'g'lim yo'lingdan bo'lmasa, qo'lingdan bo'lmasa yo'lingdan yaxshilik qilib ketavergan deganday. Xuddi shunga o'xshab, yo lavozimidan, yo o'zini tanish bilishlari borligidan, yo yana qanaqadir bir qo'llarida imkoniyati borligi toifasidan, sharafidan sizlarga yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Mana shularning yaxshiligini ham albatta bilish kerak ekan, tan olish kerak, e'tirof etish kerak, qaytarish kerak. Ba'zan shunaqa bo'ladi, yaratgan bilan gaplashayotgan paytlarimda, iltijolarimda shunaqa deyman, ismlarini keltirib o'tirmasdan, "Ey yaratgan Qodir Xudoyim, menga yaxshilik o'tgan, bizni xonadonga, bizni oilamizga yaxshiligi o'tgan bandalaringni hammalarini ham oxiratlarini obod qilib o'zing yarlaqagin" deb qo'yaman. Shoirimiz
hammamiz yaxshi ko'radigan shoir Abdulla Orif aytadi. Dunyoda ko'p narsa unutiladi. Qashshoqlik, martaba, quvonch, qayg'ular unutilib borar, muhabbat dardi unutilar yillar, yo'llar, tuyg'ular. 40 yillik adovat unutilar sekin. Unutilar hatto yurakdagi darz. Yaxshilarning mehri unutilmas lekin. Unutilmas ularning oldidagi qarz deydi. Hatto shoir odam o'sha zamonda aytaylik kommunistik mafkurada yashayotgan odam davlatni, hukumatni chaqirig'iga labbay deb misol uchun xalqni oldida yurgan odam ham o'sha kimlardir unga yaxshilik qilgan insonlarning oldidagi qarzi unutilmas ekanligini ta'kidlab she'r qilib yozib ketyaptilar. Eng yaxshi ko'rgan she'rlarimdan biri. Shuning uchun ham men shu haqda ko'p o'ylayman. Eng avvalambor shu maktabda bizga ta'lim bergan, saboq bergan o'qituvchilarimdan qarzim bor. Katta rahmat deyman ularga. O'tib ketishgan, ularni avlodlariga hech bo'lmasa yaxshiliklari yetib borsin, qilgan ishlarini, xayrlari. Chunki maktabda endi nechta o'qituvchi bo'ladi sizga kiradigan? Bitta 8-9-sinf olsangiz ham 7-8 ta o'qituvchi kiradi. 10 talab o'qituvchi kiradi. Ma'lum bir fanlar bo'yicha ba'zi bir o'qituvchilar bir necha yillab kirishadi. O'shalarning hammasini Xudoyim rahmat qilgan bo'lsin. Hayotlari bo'lsa, Allohim o'zlarini fe'llariga qarab, o'zlarining insonlarga qilgan yaxshiliklariga qarab mukofotlasin va g'oyibidan yetkazsin. Vaholanki o'qituvchilar haqida ko'p yozganman, gazetada, maqolalarimda, kitoblarimda va alohida uchrashuvlar qilib, esimda bor o'sha sobiq Hamza teatridirdik. Milliy akademik teatrimizning sahnasiga ham ustozlarimni chaqirib olib kelib shu yerda ularga o'z rahmatimni, minnatdorligimni izhor qilganman. Va xuddi shu singari institutda ham, bilim yurtida ham o'qitgan hamma ustoz o'qituvchilarimga hazor qadar rahmatlar. Men ular oldida burchliman. Shu rahmatimni, qarzimni yelkamda, zimmamda bor ekanligini, men ularning birontalarini unutmaganligimni aytib izhor qilib qo'ymoqchiman. Shularning qatorida boya aytilganda yo'lakay qiladigan yaxshiliklar bor. Oddiy maslahat bilan sizga yaxshilik qilib ketadigan odamlar bor. Bir narsa ham deya olmaysiz. Men shu hali maktab bolasi edim. 16-17 yoshlarda o'sha paytda 16 yoshlarimda to'ylarga aralashganman. Birinchi to'ylarda endi uni men davra olib borish, boshlovchilik ham deb ayta olmayman uni. Chunki hozirgi kundagi bizning tushunchamizdagi to'ylar emas edi ular. Mahallaning oqsoqoli gapirardi-da, o'rtani ochardi-da, baxtli bo'lsa mana san'atchilar kelgan, bularga navbat deb shundan chiqib ketardi. Shu sabab bo'lib qoldi-da. Endi hali do'stlardan tashqari okalar orttirildi. Okaxonlar deyiladi bizning o'zbek tilida. Shunaqa bo'lib bir mahalla ko'yda aralashib yurgan bir odam mendan qara, sen hali o'g'il to'y qilmoqchi edim, ana Shojalil bilan oshga gaplashib bera olaysanmi? O'shalarni sen taniysan, shularning qizi bilanmi, o'g'li bilanmi o'g'irgansan deganman. O'zim 16-17 yoshda bitta bolaman o'zi. Yura ham bor ekan, haligi nima ham bor ekan, men borganman. Dar haqiqat o'sha Dilorom Shohmarova bizning sinfdoshimiz edi va ularning adalari o'sha aka-uka Shojaliyevlarning birlari sifatida, endi meni balki endi shu sinfdosh sifatida ko'rgan, bilgandirlar, boshqalar taqillatib borib to'yga gaplashganman. Men bilan kulib, bu devona bola qayerdan keldi? Bu o'zi gap gapirishni biladi, bu o'zi bir narsani biladimi degan bo'lsalar kerak edi. Men juda hayron bo'lganman. Keyin borib, kelishar ekan deganman. Shu bilan haligi adreslarni berib, boshqa qilib va endi u paytlarda nahorga bo'lardi oshlar. Shu nahorga oshga birinchi marotaba umrimda san'atkor gaplashganim, san'atchi gaplashganim shu 16-17 edim, 18 emas edim. Chunki o'sha mahallada yuradigan paytlarim edi. O'sha aka-uka Shoqosim Shojaliyevlarni, Shoakbar Sholim Shojaliyevlarni hammalarini Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Bitta bolani, bitta maktab bolasini gapiga kirib, shunga ishonib
bu endi kim ko'p ko'chada valaksalang bolalar ko'pda endi shu gapini nima qilmasdan balki endi orqa varaqdan tekshirishgandir yoki so'rashgandir. Men undan bexabarman. Lekin shu oshib kelishgan. Shunda gap bo'lgan. Ha, qoldim sizlar. Shular gaplashib keldinglar. Boshqa deb shu etilgan shu katta bitta hovlida ba'zim oshi bo'lgan, shunda kelishgan. Mana shu odamlardan misol uchun menga ishonch bildirishganlardan qanaqadir o'zimni bir qarzdor deb bilaman. Dunyoda paradoks degan narsa bo'ladi, qiziq narsalar. Haligi iplar bog'lanishi qayerdan kelib qayerga bog'langanini bilolmay qolasiz. Sinfdoshim Hamidilla Zaripov. Sinfdoshim bilan yaqin emasmiz. Sinfdoshimiz bilan aka-uka, qadrdonlik, biralik bitta maktabda bitta sinfda o'qiganligimizni bog'lovchi munosabatlar yo'q. Lekin ularning eng katta akalari Xayrilla akam, Xayrilla Zaripov, hoji aka, juda mana o'sha o'zlarining ukalari qatorida ko'radilar. O'zlarining jigarlaridek ko'radilar. Har qalay menga shunaqa tuyuladi va shunaqa deb aytadilar. O'sha paytda maktab paytida o'qib yurgan paytimda eshikni taqillatib kelib qolardilar, Muslim, kiyinib chiq, o'rtog'im o'ylanyapti. Endi shu qiziq bo'lsa kerak edi endi. Shu 9-sinfmanmi, 10-sinfmanmi? Shu mana shu bola bitta narsa gapirib turadi deb sekin-sekin endi mana me'yorga tushayotganda shu 3 ta 4 ta to'ylarga, o'sha shtab tarafdagi to'ylarga o'rtoqlari, sinfdoshlarnikiga to'ylarga olib borganlar. Minnatdor bo'ladigan joyim bittasi shundaki, ya'ni meni o'sha paytda bir reklama qiladigan nima deymiz hozirligi impresario deymizmi yoki prodyuser deymizmi va hokazo hech kimim yo'q, o'zi bunaqa tushunchani o'zi ham yo'q. Lekin o'sha hovli, mahalla to'ylarga o'tishimga Xayrilla akam juda katta sababchi bo'lganlar. Men u odamdan ham minnatdorman. Bu birinchi minnatdorligim. Keyingi minnatdor bo'ladigan joyim Xayrilla akamdan bir ish tushib qoldi-da, qayerdadir shu eshitib qoldim. Bular deskladda ishlar ekanlar. Endi u paytda yog'och olish, kruglak deydi, kruglak yog'och olish juda ham muammo. Akamlar rahmatli Rustamбек akam hovli imorat quradigan bo'ldilar-da. Shunda endi onam gapirib qoldilar shekilli, qayerdandir shunaqa narsalar kerak ekan deb. Men qidirib o'sha Kelesga bordim. Kelesga borib Xayrilla akamni qidirib bordim. O'sha joyda rahmatli bularning xo'jayinlari o'sha paytda o'sha rahbar bo'lgan odam O'tkir akani ko'rib ular bilan tanishib qoldik. O'tkir aka Tursunxo'jayev, ular endi qora O'tkir deyishardi. Ko'rinishlari endi qop-qora bo'lgani bilan nihoyatda gap shirin, nihoyatda bir mehr bilan gapiradigan odam. Muslimjon nima kerak? Muslimjon nima problema endi hali o'sha paytdagi sof o'zbek tilimizda problema deyiladi, muammo deyilmasdi. Yo, men shunaqa bilmayman, shu nimaga to'sinligi kerak ekan, ustunligi kerak ekan, bunaqa dedilar desam, bo'ldi ketavering dedilar-da, shu bilan haligi mashinalarga orttirib berib, uni u tepasida to'polon bo'lar ekan. Haligi kelganda vagondan tushirilganda ustilariga chiqib ketib olib, haligi yog'ochlarni ushlab o'tirishar ekan, bu meniki deb. Yog'och bilan ishlaydiganlar biladi-ku, endi haligi yog'ochchi bariga qarab, pilogramga solsa qancha nima chiqishini bilishar ekan. Xullas, o'sha paytda nihoyat haligi noyob bo'lgan tunika deysizmi, tomni yopishga, yog'och deyishga. Keyin aka-uka bo'lib ketdik. O'tkir akani qarindoshlarnikida to'ylarda xizmat qildik. Xayrilla akamni to'ylarida xizmat qildik. Xullas, shu bitta kichkina mahalladagi bitta kichkina to'yda boshlangan narsa Xayrilla akam bilan mana endi men bilmayman, o'shanda endi 40 yil bo'ladimi hozir agar olsam ham endi ancha yil bo'lib ketadi, 45 yil. Shundan beri mana aka-ukachilik bordi keldilarimiz bor va hayit bayramlarda boshqada haligacha telefon qilib, "Ukam, yaxshimisiz? Men sizni kuzatib turaman, ani ko'rsatuvingizni ko'rdim. Bo'pti, mana bunaqa dedingiz, bo'pti, bunaqa dedingiz" deb bir mehr etib turadilar. Endi O'tkir aka Xudo rahmat qilsin o'tib ketdilar. Lekin O'tkir akani ham butun qarindosh urug'larda, boshqalarda keyin endi ancha tanilib qoldik, televideniyada diktor bo'ldik. Lekin o'shanda ham O'tkir akam qayerga aytsalar borar edim, Xayrilla akam qayerga nima ish buyursalar borar edim. Demoqchimanki, mana shu odamlardan ham mana hayotli Xayrilla akamdan ham, O'tkir akadan ham
qarzim bor, minnatdorman. O'tkir akani Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Bir davraga kirib qolasizda, o'zi shu davraning ichida yurganingizda biridan biri ko'rib boshqa qilib olib ketaveradi. Eskijuvada Guliston restorani bo'lardi. Eskijuvada trolleybus aylanasida, esinglarda bo'lsa, shu birinchi restoranga to'yga borganim o'shanda bo'lsa kerak. Endi bunga ham vallohu alam bir 40 yildan oshdi. Balki 35 yil bo'lgandir, bilmadim. Shunda to'yga bordik, to'yga borib xizmat qilyapmiz. Keyin o'sha yerda bilib qoldimki, to'yni egasi, men to'yni egasi bilan gaplashmaganman. Mana To'ra Rahim degan ustozimiz bor edilar, rahbarimiz. Shular jo'natdilar, Muslimbek borib bitta to'y borib shuni o'tkazib keling deb. Xo'p dedik, bordik. O'sha to'yda bilsam, men to'yni qilayotgan odam Zangiotadagi go'sht kombinatining direktori Said Mahmud aka degan inson ekanlar. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Shular o'g'il uylantirayotgan ekanlar, to'y ekan. Men endi shu yerda xizmat qildim. Endi o'sha to'ydan oldin, sal oldinroq kirgan edik. O'ktam Jobirov to'y qilgan edilar. Shu yerda bir o'g'il uylantirgan to'ylarida. U yerda endi biz mehmon sifatida bo'lganmiz. O'ktam akaning to'ylarini Erkin Komilov davra boshqarganlar. Men xizmat qildim, ketdim. Shu bo'yi go'sht kombinatini aytaylik davrasiga o'sha sohada to'y qilayotgan, o'sha sohada ishlayotgan odamlarni xizmatida bo'lib qoldim. Qanchadir muddat. Va oradan yillar o'tib men endi Said Mahmud akani o'zlarini ko'rmaganman, ular bilan bir joyda o'tirmaganman. Balki o'tirgandirman, ham esimda ham yo'q, chunki biz endi alohida bir munosabatda bo'lmaganmiz, lekin ko'rganman, esimda bor, bo'ylari baland, savlatli, ochiq yuzli odam edilar, Xudo rahmat qilsin. Ularning to'ylari sabab bir qancha aytaylik odamlarga tanishtirib ketdilar meni. Shu bilan endi Dor restoran deydi, Sharaf aka aeroporti restorani direktori. Ular to'y qilarlar, boraman, Xudo rahmat qilsin, ularning o'rtoqlari mebel bazani xo'jayini to'y qiladi, aytadi, u yoqqa boraman to'yga. Bularni qo'llarida birga ishlaydigan odamlar to'y qiladi, boraman. Xullas, oradan yillar o'tib 2008-yilmikin, 2009-yil edi. Men endi televideniyada deyarli ishlamaydigan paytim. Deyarli ishlamayman va beradigan puli juda kulgili pul. Ishdan bo'shayman desam, onam aytadilar-ki, "Yo'q, bo'shama o'g'lim, yuraver o'sha yerda. Mayli, bir kunlar yaxshi bo'lib ketar, senga pul kerak emas. Xalq boqib oladi. Puling yetmasa men pensiyam beraman" dedilar. Keyin bo'shayman desam, Abdumo'min rahmatli do'stim, hamkasbim, o'rtog'im, "Bo'shamang, hal bo'ladi, ishlarni hal qilamiz. Oilali ish bo'ladi hammasi" deb. Men aytaman, "Qachongacha yuraman?" "Yo'q, to'g'ri. Menga o'sha televideniya beradigan pul balkim ob-havo ham qilmasdi, lekin arzimagan pulga kelib ketib yurish ham endi inson o'zini ham qadrini bilish kerak" degan nuqtai nazar ham bor-ku odamda. Shu bilan bir haftada bir marta boraman. Ishga kelyapsanmi, kelmayapsanmi ham demaydi, hech kimni ishi ham yo'q. Chunki endi berayotgan pulini o'zi biladi-ku nima berayotganligini. Shu bilan oradan shunaqa vaqtlar 1-2 yil o'tdi-da, bir joyda restoranda xizmat qilyapman, challar. Davra boshlandi, kelin keldi, endi kuyov kelmaydi, challarda o'zingizlar bilasizlar, katta restoranda katta tadbir bo'lyapti. Shu bilan bir mahal haligi ofitsiant keldi-da, "Sizni ikkinchi etajda bitta amaki so'rayaptilar, chiqarkansiz" dedi. "Nima ekan? Kim ekan challarda amaki?" Endi hamma ayollar birinchi qavatda, ikkinchi qavatda chiqib ko'rib tanishib, "Assalomu alaykum" dedim. Mirsobit hoji aka ekanlar. Mirsobit hoji akani endi biz O'zbekistonda va ayniqsa Toshkentda hamma juda ham yaxshi biladi. So'rashdim, "O'tiring mamlakatga" dedilar. O'tirdik, gaplashib. "Nima ish qilyapsiz?" dedilar. Men aytdim, "Shu yuribman, kelib ketib borib." "Yo, televizorda ko'rmayapsiz-ku?" Men aytdim, "Ha, televizorda yo'qman, chunki ish berishmayapti." "Ishlayapsizmi?" dedilar. Men aytdim, "Men o'zi o'sha yerda ishlayman. Ish joyim o'sha, hujjatim o'sha yerda turadi, lekin bizga ish yo'q, o'zlari bir narsalar qilib yurishibdi" desam, shuna telefonni oldilar-da. Telefon qildilar-da, u yoqdan kimdir javob berganda, "Alo, ha, nima ish bor?" Mana qara, mana oldimda Muslim akam o'tiribdi. "Bitta ish topib ber bunga" dedilar. Mani taqdirimni
endi raislar, direktorlar hal qilish kerak bo'lgan joyda yoki qanaqadir bir yana shu lavozimdagi odamlar, aytaylik, prezident apparatini shu mafkura sohasida ishlaydigan odamlar hal qiladigan joyda Mirsobit hoji aka, xudo rahmat qilsin, telefon qilyaptilar. Ha, nima bor? Ha, shunaqami? Bo'ldi, o'sha yerga boradi. Ha, aytaman, senga telefon qilyapti. Trubkani qo'ydilar. Men aytdim, "Yo, rahmat. Nima ekan desam, palon joyda avtomobillarga yoqilib qo'yish shoxobchasi bo'sh ekan, o'sha joyning direktorligini sizga beradi." Men aytdim, "Yo'q, men unaqa hisob kitobli joylarda ishlay olmayman. Hoji aka, u yana benzin o'zi u juda ishkal joy, nimasi ko'p, ispareniyasi ko'p va hokazolarsa ishlaysiz, yordam berishadi, o'zlari aytishadi, aytganini qilib yursangiz bo'ldi" dedilar. Men endi rosta kamiga qo'rqdim, chunki endi u milliard so'mlik joy, u yerda endi hammasi javobgar bo'lishingiz kerak. Men aytib, "Yo'q, bora olmayman, men mazam yo'q, kasalman." "Nima kasalsiz?" Men aytib, "Yo'q, shu infarkt bo'lgan yurak." Yana bitta telefon oldilar, "Yusuf, ha, ertaga Muslim akang boradi, shu borib yuragini tuzatib bergin, oyoqqa ishga olyotdi" debdilar, trubkani qo'ydilar. Yo'q, nimada istirohat ko'chasida nimani Zeramaxni klinikasi bor. O'sha yoqqa telefon qilyaptilar va o'sha klinikani rahbari Yusufjonga telefon qilib aytayotgan ekanlar. Men aytib, "Yo'q, Mirsobit aka, men u yerga bora olmayman, chunki u undan tashqari men bir kasalim bor-ku, uchi unga bir-biriga to'g'ri kelmaydi" desa, yana telefonni olib, "Men qara, nima dori-darmon kerak bo'lsa, Moskvadagilarga ayttirgin, jo'nat. Va men dushanba kuni boradilar, o'zim xabar olaman, tuzatib berasan", trubkani qo'ydilar. "Bo'ldi, gapirmang" dedilar. Hech kim ishsiz qolmaydi, hammaga ish bor, boshqadir. Shu bilan hayron bo'lib qoldim. Challariga, kelinchallariga kelgan odam Zeramaxga ishga kirib ketib qoldi. O'sha joyda bitta telefon bilan. O'sha o'lmagan qul ko'raveradi degan joy bor-ku, menimcha shunaqa bo'lsa kerak-da endi. O'lmagan qul ko'radi degani mana ko'rdik, shu bilan tushdim, hayron bo'laman. Endi o'zi yozida shu tug'ilgan kunim bor edi o'rtada, 5-6 kundan keyinmi. Shuni orasida men aytdim, endi shu tug'ilgan kunimni ham endi o'tkazmay qolqali, boray endi surishtiraman dedilar, dedimda. Politsiyaga chiqdim, klinikaga. Darrov kutib oldi, yotqizib qo'ydi, joylar qilib, alohida va hokazo qilib, o'zi bir qadam piyoda chiqaman uydan, o'sha yerda yotaman endi, hech qayerga chiqarmaydi. O'tirib aytgandek hamma yo'q dorilarni topib olib keldi. Bittasi juda ham noyob dori edi. O'sha dorilarni olib kelib, davolab, ham ishga joylab, ham o'zimni davolab, oradan 3-4 kun o'tdi. Endi bir 10 kun, 15 kun yotgan bo'lsam, 3-4 kun o'tgandan keyin birdan men yotgan palatada harakat boshlanib qoldi. Nimalarni olib chiqib ketishdi, gilamchalarni, boshqa gilamni olib kelib yozishdi, choynak pelalarni olib chiqib ketdi. Keyin o'sha yurgan hamshira qizdan so'radi, "Nima qilyapsizlar o'zingizlardan o'zingizlar? Nima bo'lyapti bu yerda?" desam, "Hoji aka kelar ekanlar, tekshirgani." "Qanaqa hoji aka, nima hoji aka?" desam, "Mirsobit hoji aka kelar ekanlar, hozir sizni ko'rganim bu yoqqa ekanlar." "Yo'q, meni nima ko'rali, yaxshi ham baysada yotgan ekanman." Xullas 1 soat, yarim soatda ichida hamma yangilandi, tozalandi, ozoda qilindi, boshqa qildi. Rostdan ham Mirsobit hoji aka, men shu yerda kasalxonada yotibmanmi yo yotmayapmanmi? O'sha gap ijro etildimi yo yo'qmi tekshirgani keldilar. Kelib birpas o'tirdilar, choylari bilan mehmon qildik, birpas gaplashib o'tirib, rahmatli Yusufjonga, klinikani bosh vrachi va rahbari Yusufjonga topshiriqlar berib, "Buni senga sari Xudoga topshirib ketyapman" deb ketdilar. 12 kun, 13 kun ichida otdek qilib, boshqa qilib, lekin borib nimani qabul qilib oldik. Yoqilg'i quyish shoxobchasida Taxtapuldagi, hozir ham o'sha nima turibdi, xalq tilida zapravka deydi. O'zidan o'zi yo'q joyda bitta challarga borib zapravkani xo'jayini bo'lib ketib qoldim. Men bularni maqtanish uchun aytayotganim yo'q, o'sha odamlarni qanchalik misol uchun aytaylik, o'sha hojat baror ekanligi, qanchalik odamlarga yaxshilik qilish kerakligi, o'zi bugungi kundagi o'sha 50 ustida turgan aytaylik, rahbarizmi, direktorizmi, raisizmi, hokimizmi, boshqami, hamma shunaqa qilsa, o'zi 1-2 yil ichida qashshoqlik ham, kambag'allik ham, muhtojlik ham hech narsa qolmaydi. Agar hamma shunaqa harakatda, shunaqa niyatda yursa. Lekin hamma ham Mirsobit hoji aka emasdi. Men ishga qabul qilindim, ishlab turaman. Keyin telefon qilib qoladilar. "Muslimbek, ishdamisiz?" "Ha, ishdaman." Ertalab men o'zi ko'nglim sezib nimagadir soat 7 da boraman, o'zi 8-8:30 da borsam ham bo'laveradi.
Lekin ertalab turaman, shunaqa mas'uliyatli joy. Endi u yerda bilmayman endi necha tonna, 30 tonnalikdan 4 ta 5 ta yo'mkisi bor. Ularning hammasi benzin, 98 benzingacha keladigan paytlar. Keyin men oshdan chiqib kelyapman deydi. Darrov choyni qo'yib qo'yaman deb bolalarga hamma yoqni tozalatib boshqa qilib. Mani choyimni ichmanglar, o'zlarining choylari bor, o'zlarining kofelari bor. Haligilarni ko'tarib kelib, men bilan o'tirib, ertalab o'sha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasini ayoqishi deymizmi, ayoqishini ichida divanda orom kurslarda o'tirib, men bilan yarim soat, 1 soat choy ichib, gaplashib, suhbatlashib ketadilar. Qanaqa odam bo'lish kerak bunaqa bo'lish uchun? Mana shunaqangi ishni qilish uchun, shunaqangi bir xayrli ishlarni tepasida yurish uchun qanaqa odam bo'lish kerak? Qayerda tarbiya olgan bo'lish kerak? U qaysi xonadan, qaysi avloddan chiqqan bo'lish kerak? Shunaqa odam edi Mirsobit hoji aka. Mana o'g'illari Mirodil Jalolov, Mirsaid Jalolovlarning qo'llarida ishladik o'shanda. Yana kelib choyxonasida o'tirib, nima beryapti? Qancha oylik beryapti? Menga ayting, men telefon qilaman ularga deb do'kon qilib qo'yadilar. Men aytib, "Yo'q, yo'q, rahmat, hammasi yetarli, indamang" deyman. Mana o'tib ketar ekan, odamzodda hech narsa qolmas ekan. Shunaqa deymiz. Hech narsa qolmaydi odamzoddan deyshadi. Yo'q, mana shu xotiralar qoladi, mana shu yaxshi gaplar qoladi. Men bugun buni sizlarga gapirib beryapman. Buni 100 martalab kimlargadir gapirib berganman axir. Yotgan joylari jannati naim, rayhonlardan bo'lsin. Endi qanday shu odamlarni eslamaysiz duolaringizda, tilovatlaringizda? Albatta eslaysiz. Ha, endi hamma ko'chada yaxshilik qilib yuraverar ekan. Muslim akaga ishxonasida hech kim yo'q ekanmi, boshini eslaydigan, boshqa deyishinglar mumkin. Yo'q, u yerda ham bor, Xudoga shukr, ularni ham eslaydigan, yaxshi gap bilan gapiradigan joylarimiz bor. Misol uchun Nasiba Maqsudova aytaylik. Nasiba Maqsudova qayoqda? Men qayoqdaman? Ular 15 yoshida, 16 yoshida mashhur bo'lgan, bolalar uchun ko'rsatuvlarda chiqadigan, boshlovchi, rollar o'ynaydigan aktrisa va hokazo. Men kelganimda Nasiba Maqsudova edi. Ona shahrim Toshkentda degan ko'rsatuvlari bo'lardi. Bir kun nimadadir gap chiqdi, armiyaga bordim, armiyaga borib qaytib keldim. Endi uyda ikkita aka-uka yashaymiz. Shu bittamiz bo'lsak, bir alohida uy-joy qilib kvartira olib chiqsak degan bir yaxshi niyatlar bilan yurardik. Akam rahmatli o'tib ketdilar. O'shanda nimada men armiyaga ketishdan oldin ariza yozib ketgan edim. Rais polkomga shu alohida uy bilan ta'minlashni so'rayman deb. Endi televideniyani diktori meni gapim o'tsa kerak, bir e'tiborga olishsa kerak dedim. Lekin 1,5 yil xizmat qilib qaytib kelganimda, qaytib kelib ro'yxatni qarasam, 1,5 taga ham surilmayman-da. Navbatim surilmabdi. Kimlardir tepadan olgan bo'lsa ro'yxatlar yangilangandir, men bilmayman, balki shunaqa bo'lgandir, o'ldimi endi. 1,5 yil ichida uy-joylar qurilgan, kimlargadir berilgan, lekin meni ro'yxatdagi raqamim qimirlamabdi. Gapdan gap chiqib, Nasibamlarga aytdim, shunaqa ekan. Shunaqa bo'pti deb nimadir gap gapirib qoldim. Bu Muslimjon, ertaga nima qilasan? Ha, bo'shman. Ertaga ko'rishaylik, birga borib kelamiz. Qayerga borib kelamiz? O'sha Akmal Ikromov rayoni, u paytda endi Akmal Ikromov rayoni edi. Shu bilan nima ekan dedim, taksiga o'tirib keldik birgalashib, televideniyada ko'rishdik-da. To'ppa-to'g'ri Rais polkomi raisi G'ulom Nazir aka degan odam bo'lardi. Endi Nasiba opam kirib o'sha ko'rsatuv haqida gaplashdilar. Mana bu joyingizdan bunaqa, bu joydan bunaqa qilmoqchimiz. Keyin gap orasida bu bizani yangi diktorimiz, mana 3-4 yildan beri ishlayapti. Mana shu yerdan bitta kvartira qilib bering. Bu hamchicha anaqa o'zi yaxshi bo'ladi, biz ham bilan ishlab ketadigan, nima deydi, kelajagi bor degandek qilib, shu oilada endi hali tor joyda aka-uka, jiyanlar, bolalari bilan qiynalishayotgan ekan, arizasi bor ekan o'zi. 2-3 yil oldin bergan ekan ariza. Deganlardan keyin darrov kvartirniy отдел bo'lardi o'sha paytda endi. Haligini chaqirtirib, telefonda birpasda ro'yxatini ko'tarib chiqib keldi. Keyin shunaqa familiya bormisa bor dedi. Shoshilinchmi dedi. Men ham ha shoshilinch dedim. Bo'ldi, senga 5 xona kvartira beraman. Men o'zi 2 xona so'raganman, 3 xona so'raganman. Endi kooperativ bo'ladimi, bank uyi bo'ladimi, farqi yo'q. Lekin mana 5 xonali bitta kvartiram bor, bo'sh turibdi. Shuni olsang, ertaga kelsang, men okey, order yozib beradi dedilar. Nasiba Maqsudova bir shunda kelib gapirib, ijroqom chaqirib shuni bir pasda hal bo'lib ketdi. Buni endi keyingi marotaba biz shu masalaga tushganimizda yillab yurib qila olmadik shuni.
mana bitta insonni fayzi, bitta insonni harakati, bitta insonni ha ol qulim degan joyida manda nima ketdi yetib ko'raman deganida mana qancha yaxshiliklar bo'ladi. Xudo rahmat qilsin Nasiba Maqsudovani. Bunaqa yaxshilikni hamma ham qilavermaydi. Yana aytmoqchiman, biz qilmoqchi bo'ldik shunaqa yaxshilikni. Abdumo'minga uy oladigan paytda Farhod Bobojonov ikkalamiz yugurdik. Shukurlar Rahmatovich hali Go'rspolkom raisi edi o'shanda, agar adashmayotgan bo'lsam, agar garkom bo'lmasa-la, o'sha shaharning boshlig'i Mirsaidov Shukurlar Rahmatovich oldilarigacha chiqqanmiz, lekin qila olmaganmiz. Mana shunaqangi odamlar bor, masalan, sizga yaxshilik qiladigan, o'sha hali aytgandek qo'lidan bermasa, yo'lidan berib ketadigan insonlar borligidan men aytamanki, dunyo turgan bo'lsa kerak dedim. Shu Said Mahmud akaning to'ylaridan keyin Sharif akaning to'ylariga bordik. U paytda endi ular Guliston restoranini direktori edilar. Ular o'g'il to'y qilmadilar, qiz chiqarmadilar. O'zlari 50 yoshga to'lgan yubileylari bo'ldi. Meni esimda bor. Xullas Sharif akamizni mana onalari falonchoni ayamiz shu yerda o'tirgan ekanlar deb o'sha bitta ona monologim bor. O'sha o'zimning onamga ham shuni o'qiganman, o'qidim. Demak, to'y 1 soat, 1,5 soatcha bo'lgan yubiley o'tganiga, keyin mana O'zbekiston xalq artisti, sevimli san'atkorimiz Kamoliddin Rahimovni davraga taklif qilib, ulardan ham ona haqidagi o'zlari eng sevgan, yaxshi ko'rgan qo'shiqlarini so'raymiz dedimda, navbatni ularga berdim deb bir chekka o'tib ketayotdim. Yigitcha keldi, sizni anu odam chaqiryapti dedi. Keldi aka, dedim, borsam bir odam, men tanimayman ularni. Menga o'tirdi. U dahshat endi Ali dekanga vajohat bilan, buyruq bilan endi bekitadigan narsa emas, olinadigan paytida ozgina olib o'tirishibdi. Shuni keldi, o'tirman dedilar. Men o'tirdim. O'zlariga quydilar, menga quydilar, ichma dedilar. Aytdim, yo'q, men xizmatdaman, icholmayman desam, "Yo'q, buni ich" dedilar. Ich. Endi yosh bo'laman, endi yosh yigitman, kimligini bilmayman. To'yga yaxshilik bilan kelganman, xizmat qilgani, birov bilan urushib, janjallashib o'tirgani kelmaganman-ku endi. Xudo kechirsin, deb ko'tardim, olib qo'ydim. Ketma-ket yana bittadan qo'ydilar. "Sen mana buni ich." "Men ichmayman, bo'ldi, men hozir xizmat qilaman, u 1,5 soat, 2 soat xizmatim borsa, mana buni ich" dedilar. Men ovqatda zakskani qilib, keyin Hoshitib kaltay-paltay yeb ketmasam mayli dedi. Nima qilasan? Endi to'y shunaqa ko'pchilikning ishi bir paytda endi. Endi kasb ishimda o'tirdilar, lekin Jalil aka savlatli odam. Lekin jahl bilan gapiryapti-da. Shu bilan haliga endi kichkina rumkachada haligini ham oldim-da, "Sen bilasanmi men kimman?" Aytdim, "Yo'q, bilmayman." Endi ichimda bilmayman deb shuncha nima desangiz aytganingizni qilaman, bilsam yetardim. Men bag'ri tosh odamman. Men yuragi qattiq odamman, bilasanmi? Qo'rqib ketaman, endi bag'ri tosh, qattiq odam, yuragi tosh. Keyin men umrim bo'yi yig'lamaganman. Meni odamlar urganda ham, meni haydaganda ham, haqorat qilganda ham yig'lamaganman. Sen meni yig'latding. Yana bunday qo'yadi. Ol deydi. Haligi odam monologida ichidagi she'rlar ta'sir qildi-da, endi shunaqangi ta'sirlanib ketdilar-da. Keyin endi turishim kerak, xizmat qilishim kerak. Kamoliddin aka shuni to'xtatdilar. Men hozir kelaman dedim, chiqdim, nariyoqqa borib qilsam, qarab turibdilar, gapirib bo'lish bilan buyoqqa chaqiradilar. Kelib o'tirdim. Meni otim Xayrilla, bilib olgin, Xayrilla. Men jomidagi mebel bazani xo'jayiniman, direktoriman. Senga qachon nima mebel kerak bo'lsa, o'zimda bo'lmasa, boshqa yoqdan toptirib kelib. Tushundingmi? Sen meni yig'latding. Sen meni onam haqida o'qiding. Sen hamma meni onamni boshidan o'tganlarni hammasini gapirding sen. Endi bilsam ular yaxshi ko'rib do'qqilayotgan ekanlar, bo'ladi shunaqa. Yaxshi ko'rib haligi o'zimiz ham bolalarni yaxshi ko'rib tishlamoqchi bo'lamiz, hali siqamiz. Xuddi shunga o'xshagan u haligi do'qlarini, po'pisalarini ichida bir qanaqadir bir mehr, o'sha yuraklari erib ketibdi endi. Xudo rahmat qilsin Xayrilla akam. Shu bilan biz endi aka-uka bo'lib qoldik. Men ularni tanib oldim. Endi shu nimaga kelyapmiz? Haligi hamma jahannam bo'lgan paytlar 89-90-yillarda hech qayerda hech narsa yo'q. Mebel tugul bunda savs taxta ham yo'q paytlar o'zi O'zbekiston mutlaqo shivalo yo'q payti. Aynan o'sha paytlarda bo'ladi to'ylar endi.
shu bilan opam qiz chiqaradigan bo'ldi. Xayrli Kamolga boraman, akam qiz chiqaradigan bo'ldi. Men bilmayman, boraman bittasiga yotoqxona garnitur, bittasiga haligi stenka garnitur deydi, bir balolar deydi akalarim. Mani o'zimga mebel kerak emas. Lekin Xayrli Karimov endi o'sha agar adashmayotgan bo'lsam, otchestvolarni familiyalari esimda yo'q. O'sha o'zxostor baza deymizmi yo mebel baza deymizmi, jomiyning ichkarisida shunaqangi bir mehr bilan yaxshi ko'rib nima bo'lib qoldilarki, aka-uka bo'lib qoldik-da, to'satdan ular bir falokat bilan dunyodan o'tib qoldilar. Xabar olgani bordik, ma'rakalarga bordik, boshqa chiqib ketayotganimda o'g'illari Shukrullo aytdiki, Muslim aka dedi, men odamni o'nlariga o'sha joyni oldim, o'sha yerga bordim. Odamlarni paytlarda qanday kirib chiqib yurgan bo'lsangiz, bazaga o'shanda kirib chiqib yuravering. Eshikni oyoq bilan tepib kirsangiz ham xafa bo'lmayman. Odamni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsa-da, siz shundosiz biz uchun deb bunaqa gaplarni gapirish uchun yana aytaman, qanaqa avlod bo'lish kerak o'zi? Kimlarni qo'lida tarbiya topgan bo'lish kerak? Gap ularni hamma narsani evlashtirib, o'zi ko'pincha bunaqa odamlar birovni mensimaydi. Ko'pincha-da endi, lekin bular shunaqangi endi haligi mehr qilishgan, Xudo rahmat qilsin Xayrli akamlarni. Ularni o'sha mehribon, aytaylik, ko'zlariga yosh kelishga sababchi bo'lgan, tarbiya qilgan onalarni Xudoyim rahmat qilsin. Men nima deyman endi, shunaqangi odamlarni ko'rganim uchun, shunaqa odamlarni yaxshiligi menga singani uchun men bugungi o'sha ko'rsatuvimizni o'sha qarz ma'nosida, ya'ni o'shalardan men qarzdorman. Rahmat qarzdorman, bir xizmat qilib berish qarzim bor deb nima qilaman, chunki Xayrlika to'satdan ketib qoldilar, falokat bo'lib, yosh edilar hali, lekin yashasalar bo'lardi. Mana endi ularning davralariga kirib qoldikmi? Bevosita haligi boya aytilgandek mebel va hokazo bu deymiz. Eslayman, rahmatilla akam hali borlar, umrlari uzoq bo'lsin, Oqtepadagi mashhur mebel do'kon bor, uzundan uzun. Men ularga bir mebel ham borib so'ramayman-da, o'zlari telefon qiladilar. Muslimjon, mana bunaqa narsa keldi, mabodo kerak emasmi? Qarang-da endi. Mana bunaqa narsa oldik, haligi dala hovlilariga qo'yilardi bir paytda shunaqa haligi aylana stoli, yonida kreslo stullar bilan taxlanadigan. U paytda endi o'shalarda arzimagan 150 so'm, 200 so'm pul bo'lsa ham o'zi yo'q edi, otliqqa yo'q edi, maxsus chiqadi endi, kimlargadir atalib ketadi, sanoni chiqadi, shirpatreppi narsalari. Rahmatilla akamga katta rahmat, qarzim bor. Mayli endi xizmat qildik, xizmatlardamiz yana, farzandlari mana katta bo'ldi, ular navaralik bo'ldi. Shunaqa yaxshi odamlar hali aytmoqchimanki, hali sizga yordami tegadigan, yo'lidan bo'lmasa qo'lidan qilib ketadigan. Rizqiyev, Nuriddin Saxiyevich degan inson o'tganlar, Xudo rahmat qilsin. Ular ham endi shu Olmaliqdagi go'sht kombinatining direktori bo'lgan. Men ularni bir nima ham qilganim yo'q endi, bir alohida taniganim ham yo'q. Davralarda tanishdik. Shu bilan uka dedilar, qarindoshlarnikida juda serurug' odam edilar, ukalari, jiyanlari, qaynilari ko'p edi va nima desam bo'ladi, haligi bir qanaqadir ohanrabosi bor odam edi, hamma atroflarda yuraverardi va endi otchestvoni qarang, Saxiyevich, Rizqiyev, Nuriddin Saxiyevich, ham Saxiy, ham Rizqli. Shunaqa ismlar ham bo'ladi-ku endi va egasiga mos. Rahmatli shunaqa odam edilar, atroflarda yurgan odamlar hammasi albatta ulardan foydalangan, manfaatlari teggan, yordamlari teggan, og'irni yengil qilganlar. To'g'ri, endi u yerda misol uchun endi yaxshi menejer bo'lganlar, yaxshi yurgan nechta odamlar korxona tashkilotlari tamom qilib, bankrot qilib, shu dabdala qilib ketgan, bular gullatgan, yurg'izgan. Nuriddin Saxiyevdan qarzim bor, burchim bor va to'ylarda xizmat qildik, oilaviy to'ylarida, qarindosh urug'larnikida, o'g'illari uylanganlarda, to'ylarda xizmat qildik. Yaxshi chiroyli davralar bo'ldi, fayzli. Va bular ham misol Nuriddin Saxiyevich ham mana haqida yaxshi gaplarni gapirib odamlarga o'sha paytda mana shunday bizaligi, buni bek bu shunday yaxshi zamonlar bo'ldi, bular bek bo'ldi.
ana o'tgan zamonlarda bularni bek, xo'ja, said deb bo'lmas edi. Sovet davrida aytyaptilar-da, mana bular Muslimbek bo'ldi, bular shaharning o'zining beklari bular degan yaxshi gaplar bilan bizga misol uchun bosh bo'lganlar, holimizdan xabar olganlar, issiq sog'imizdan xabar olganlar va bunaqangi bular endi agar xalq tili bilan odamlarning tilida aytganda xozяйственник deydi, katta bir xo'jalik, katta bir ishlab chiqarish rahbarlari, korxonani xo'jaylari bo'lsa, lekin partiya tashkilotlari deymiz o'sha paytda, vazirlik idoralari deymiz, o'shalarda ishlagan odamlar bo'lgan. Bizga yaxshi shunda o'zi oddiy yaxshiligi singan, hech qanaqa pul, hech qanaqa pora, hech qanaqa sovg'a salom yo bir narsa qilib haligi uylariga nima deydi haligi korobka yashu narsa jo'natadigan narsalar bo'lmagan. Unaqa odamlar bor. Vazirimiz bo'lardilar, Jo'rag'anich Yo'ldoshev, xalq ta'limi vaziri, ko'p xizmatlarini qilganman. Xizmatki vazirlikning tadbirlari. Ulardan ko'p yaxshiliklar ko'rdik. Bunaqa odamlar juda ko'p bo'lgan bizga, yaxshiligi singan bo'lgan, yaxshiligi o'tgan, boshimizga soyabon bo'lgan. Hali aytadi-ku, ba'zi birlar desa, "Palonchimi?" dedi, "Soyasi yo'q odam" deydi. Qarang, bu xalqning tilida qanday yaxshi iboralar bo'ladi. Shularning soyasida, shularning panohida avvalambor Xudo albatta shunday yaxshi insonlarni ro'para qilganki, biz mana shularni orqasida o'sdik, undik, muammolarimiz hal bo'ldi, bolalarni katta qildik. Mana mahallamga, Qo'rg'oshdek mahallaga kirsam ham Ozod G'ulomich deyman, bir ajoyib inson edilar, Xudo rahmat qilsin. Hidoyatov Ozod aka, bunda burchak qo'shni edik. Ular haligi katta bitta magazinning mudiri bo'lgan bo'lsalar, hovlida ta'mirlash ishlarini boshladim-da, onamni istiqomat qiladigan xonalari sal baland pastroq edi. Bitta zina bilan tushiladigan, keyin o'tdan o'zlarini haligi xonalariga yana ikkita zina bilan tushiladigan joylarda shuni onam endi yoshlari katta bo'lib qoldi-da, men aytib shuni tekislab bitta darajaga, bitta balandlikka, sathga olib kelay deb boshlagan narsam katta bo'lib ketib qoldi. Tom ochildi, u yoq ochildi, bu yoq ochildi. Shuni orasida Ozod aka Xudo rahmat qilib, eshikning tagiga chiqib, haligi kursida o'tiradilar. Oldin G'ulom aka rahmatli o'sha yerda o'tiradilar, otalari. Keyin endi Ozod akam xuddi o'shanaqa nuroniy, bir chiroyli nima keksa bo'lganlarda o'sha yerda o'tiradilar. Nima qilyapsiz, Muslimjon dedilar. Men aytdim, shu onamni o'tiradigan joylarni o'zim o'tiradigan tarafga tegmadim. Onam o'tiradigan o'sha burchak uyi sal baland past bo'lib qolgan paytda, shu 20-30 yil oldin qurilganda ular mo'ljallanmagan. Endi shu onamga to'g'rilab bera olmasam, ha, yaxshi qilibsiz. Juda yaxshi qilibsiz. Onaga qarash kerak. Buningiz maqtovga sazovor ish. Muslimjon, Xudo quvvat bersin bo'lmasam dedilar. Bizga nima xizmat dedilar. Aytib, "Yo'q, rahmat, xizmat yo'q." Endi har kim o'zini qarachi bilan o'lchab, cho'chaydi, puliga qarab ish qilaveradi. Keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin ikkita lyustra olib kelib tashab ketdilar. Endi u ham o'sha Polshaniki, kabi. O'sha onaxonning uylariga olsang dedilar. U ikkita kelgan, shu bittasini onamning uylariga, bittasini mehmonxona zalga osildi, ikkitasini bir xil qilib. Keyin uning ikkita kichkina biraga o'xshagan, hali bitta xonali hali joylarga osiladigani. Nima deydi, hali servis deymiz endi, o'shani servisi go'yoki kattasi, kichkinasi jo'natdilar. Keyin nima harakatdasiz? Men aytdim, "Yo'q, shu o'sha o'yladim, o'sha tepaga dedim, birato'lasi dedim, hammomlarini, o'sha hojatxonani, choy damlaydigan kuxnyalarni hammasini bitta ayvoniga, hali hozirgi tilda endi haligi studiya deydi-ku, shunga o'xshab qilib bermoqchiman desam, yaxshi o'ylabsiz, barakalla, baraka toping. Juda yaxshi." Ertasiga ikkita Belarusiyalik gaz plitasini, 4 ta kamfarali ikkita gaz plitasini tashlab ketdilar. Xursand bo'ldim-da chiqdim. Men aytdim, "Shunaqa, rahmat Ozod aka. Men dedim, ularni o'ylamadim ham o'zi. Bularning puli nima?" desam, "Ya, onani duosini oling, qanaqa pul? Men shu yerda turibman, okayizman" dedilar. Aytdim, "Ozod aka, bularcha qimmat turadi. Endi o'zimiz hali Farg'onada chiqadigan hali tashgaz bir narsalar bor. O'shalarning ham yaxshilari bordir endi, oliy sortlari, birinchi sortlari. Lekin endi Belarusga endi juda endi allambalo, va ichlari chiroq yonadigan, o'zi chiqir-chiqirlar, xuddi hozirgi kundagi texnologiyaga o'xshagan ekranlari bor haligi duxovkalarniki.
yo man siz mana shu sizni ko'rib mast bo'laman. Qani endi mani hozir onam bo'lsalar, onamga xizmat qilsam, onamga yaxshilik qilib qolsam, barakalla, siz qiling shularni. Mana endi 3 ta o'g'ilsizlar, onaga nima qilib bir tiyin pul olganlari yo'q. Yo gap nimada emas. Gap pul buncha pul bo'ladi desa, o'sha pulini ham berishga tayyorman, chunki ko'zim o'ynab ketdi haligi gaz plitalar. O'sha 90-yilda unaqa gaz plitalar yo'q edi-da. Chiqillab o'zi yonadi, duxovkasi ham, boshqasi ham chiroqlari bor. Endi kimlardir uyda bo'lgandir, endi o'sha chet eldan olib keltirgandir, boshqa qilgandir bo'g'chilar. Biza nima endi oddiy bitta 120 140 so'm oylik ishlaydigan diktorimiz o'sha paytda televizorda oddiy ishlaydigan. Shuna qilib onam uylariga o'sha narsalar kelgan. Ozod G'ulomishdan katta qarzim bor, minnatdorman, rahmat eta olmaganman. Lekin o'sha bir qiziq joy borki, o'sha xonadonda nima to'y bo'lsa, ishqilib chaqirtiradilar. Muslimjon, ha, ertalab oshga palonchi kerak. Xo'p. Muslimjon, kechqurun ziyofatga ba'zimga palonchi kerak. Xo'p. Palonchi anaqa bor ekan, qiziqchi bor ekan. Xo'p, ozodlikka o'sha aytganlariday qilib o'sha odamlarni etib, qo'limdan kelgancha 3-4 so'm sal pastroq etib narxini gaplashib berib, to'ylarida endi shu 2 ta o'g'il, 3 ta qizlari bor edi. Rahmatli, juda ajoyib qo'shniparvar odam edilar. Ishqilib, men o'sha Ozod akadan birovni bir xafa bo'lgan yo boshqa bo'lganini eshitmaganman. Shaxsan o'zim ham balkim o'sha men onamga qilayotganimni boisidan qilgandirlar yaxshilikni. Balkim ularning onalari bilan meni onam yaxshi edilar va ular shu bot bir chiqib qoladilar. Muhabbat, yaxshimisiz? Bolalaringiz yaxshi o'tiribdimi? Tinch o'tiribsizmi deb juda chiroyli bir ayol edilar. Shularni eslab, onalarining hurmati haqi men onamga bir yaxshilik qilayotganim uchun qilgandirlar. Har qalay yaxshilik qoldi-da, yaxshilik qolar ekan odamda. Men eslaymanki, o'qigan yaxshiliklari faqat menga emas-da. Meni oilam undan manfaat ko'rdi. Meni onam ulardan manfaat ko'rdilar, odamlarni yaxshi ko'rdilar. Meni ishlarim, men bu yoqqa oldinga ketadigan ishlarim shundan manfaat ko'rdi. Shuning uchun ham Alisher Navoiy bobomiz aytadilarki, odamiy ersang demakil odamiy, oni kim yo'q, xalq g'amidin g'ami. Shular men sanab o'tgan nomlarini keltirgan odamlar xalqqa g'amini shular orasida bitta aytaylik, men Muslimbek bo'lsam, Muslimjon bo'lsam, shu meni g'amimni yegan, menga bir yaxshilik o'tkazmoqchi bo'lgan insonlar bo'lgan. Hammalarning oldida aytaman, shu qarzim bor, burchimiz bor. O'sha oxiratlari obod bo'lsin, Xudoim yalla qilgan bo'lsin. Jamiki qilib o'tgan namoyon amallarni, yaxshi amallarni, yaxshi harakatlarni boshlariga soyabon qilgan bo'lsin va albatta nimaiki qilgan bo'lsalar ziyodasini ham yaratgan Tangri taolo o'zi bularni yalla qilgan, siylagan bo'lsin.